Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xudo xolasa, bugun sizlar bilan o'sha bot haqida gaplashmoqchimiz. O'rtoqlar, xabaringlar bor. Biz shu bot kanal ochdik Telegramda. Assalomu alaykum Jahongir aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, alhamdulillah. O'zingizlar yaxshimisizlar? Shunga endi shu bot kanalimizni hozircha o'sha o'zimizdagi bor materiallar bilan to'ldiryapmiz, lekin asosiy faoliyatimizni shu Ramazon tugagandan keyin boshlaymiz. 25-martdan xudo xolasa katta yangi ishlarimizni hammasini joylashtirib boramiz. Ungacha hozir biz material tayyorlayapmiz. Faqat shu Ramazonning hurmati hozir biroz to'xtab turibmiz. Ramazondan keyin xudo xolasa bir nechta ishlarni ketma-ket qo'yishni boshlaymiz. Seriallar, o'sha yuqorida aytgandek multfilm, badiiy film, hatto hujjatli filmlarni ham qo'yamiz inshaalloh nasib qilsa. Bundan tashqari podkastlar, o'zimizning podkastimiz mana hozir qo'yishni boshladik. Va bundan tashqari boshqa chet el podkastlarini ham ovozlashtirish jarayonini boshlaganmiz. Shularni xudo xolasa navbatma-navbat 25-dan boshlab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Ro'zalar bilan charchamayapsizmi? Va alaykum assalom, rahmat. Shuning uchun endi bu yog'iga bizani qo'llab-quvvatlash haqiqiy vaqti keldi. Mana shu bot kanalimizga o'zingizlar ham a'zo bo'linglar, tanishlarga, yaqinlarga ham ulashinglar, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha shu kanalda bir manfaatli videolar, o'sha filmlar, badiiy filmlar qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun bizani doim kuzatib boringlar. Endi xudo xolasa bilamiz. Mana shu jonli efirga qo'shilgan hammanglar bizani qo'llab-quvvatlaydigan yaxshi insonsizlar. Shuning uchun biz ham ijoddan charchamasligimiz uchun sizlarni yordaminglar kerak bo'ladi. Yaxshi ma'noda yordaminglar va o'zingizlarga agar bizani ijodimiz ma'qul bo'lsa, o'sha bizani kanalimizga obuna bo'lsanglar, xudo xolasa yaxshi ijodiy ishlarimizni sizlar bilan baham ko'ramiz, xudo xolasa. Ilhom degan shogirdingiz yo'qmi, Jahongir aka? Ilhom degan shogirdim bor. Ilhom Sultonov degan shogirdim bor. Agar shu yigitni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bor. Endi podkastlar bizning TV Telegram kanaliga qo'yiladimi faqat? Shunga qaror qildik. Yo'q, YouTube'ga qo'yiladi. YouTube'ga bir oylardan keyin qo'yiladi. To'g'rirog'iki, yangi bitta podkast qilsak, keyin bu yoqdagi podkastni u yoqqa YouTube kanaliga qo'yamiz. Ungacha lekin shu o'rtacha bir oy shu botimizda bo'ladi, Telegram kanalida bo'ladi. O'sha yerda bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Bu safargi mehmonga Noila Toshkentboyeva ustozni chaqiringlar. Baraka topkur, Noila Toshkentboyevani birinchilardan bo'lib chaqirganmiz. YouTube'ga kirsangiz, Noila Toshkentboyeva bilan bo'lgan suhbatimiz bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Yangi soni qayerda ko'rsak bo'ladi? Yangi sonini o'sha bizning TV platformamizga kirasiz. Bot kanalimiz bor. Shunga a'zo bo'lsanglar, xudo xolasa, o'sha yerga qo'ydik. Muhammadjon Xo'jayev bilan bo'lgan suhbatimizni o'sha joyga qo'ydik. Farziddin Fayozov ustoz haqida ham bir xotiralaringiz bormi? Ularni oilalaridan ham kasblarning davomchilari bormi? U kishi haqida ma'lumot kamroq. Farziddin Fayozov Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, juda yaxshi inson bo'lganlar. Samimiy inson bo'lganlar. Ko'pchilik o'zi hayotda ko'rganda bir o'ta jiddiy odam deb o'ylardi, lekin gaplashsangiz umuman boshqa olamiydilar. Ya'ni hazilkash, hech bir ko'nglida kiri yo'q odam bo'lganlar, lekin ko'rinishlari shunaqa o'ta jiddiy bo'lgan. Farzandlari, katta farzandlari, endi Alloh rahmat qilsin, Jalol akam ham shu ijod dedilar, ya'ni televideniya sohasida ishlaganlar, katta o'g'illari, ular ham olamdan o'tganlar. Alloh rahmat qilsin. Ular bilan ham birga ishlaganmiz. Farziddin Fayozov o'zlari bilan juda ko'p ishlaganmiz. Va eng qizig'i, Farziddin akamning kenja o'g'illari Shahobiddin Fayozov o'sha yoshlik paytida menga Farziddin akamning o'zlari dublajga kelib yurgan paytlarda olib kelib, shuni suyagi maniki, eti sizniki deb shogirdlikka topshirganlar. Yaxshi shogirdlarimizdan. Keyinchalik o'zi o'sha yosh tomoshabinlar teatrida aktyorlik faoliyatini anchagacha olib bordi. Juda ham iqtidorli aktyor.
Lekin afsuski u ham hozir aktyorlikni tashlab shu tadbirkorlikka o'tib ketdi, biznesga o'zini urdi. Lekin baribir o'shani roli bo'lsa, filmlarda chaqirib turaman, ishlatib turaman. Kelmayman desa ham bir amallab chaqirib olaman-da har holda. Keladi. Oxirgi filmimiz o'sha Yigit so'zi degan ruscha filmda o'sha nima edi ruschasining nomi? Slovo patsanada ishlatdim. O'sha geroyga ovoz bergan. O'sha oxirgi ishimiz shu bo'ldi. Kelmayman desa ham amallab olib kelib ishlatdim. Ustoz Faxriddin Shamsimatovni ham chaqiringlar. Faxriddin akamni chaqirdik, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra kela olmadilar. Endi uni juda ham podrobniy so'ramadim, lekin taklif qildik. Hozirgi kunda eng zo'r dublyaj ustasi kim deb o'ylaysiz? Ayollar va erkaklar dublyaj aktyorlaridan. Bu savol sal o'zi no'g'riroq, nimagaki har bir aktyorning o'z o'rni bor. Eng zo'ri deya olmaysiz. Agar o'sha aktyorni oldida hech kim bo'lmasa, bu aktyor ham hech kim emas. Chunki bu ansambl ishi. Har bir aktyor o'zicha go'zal, o'zicha bir aytaman, turfa xil gullar bo'ladi-ku bu yerda. Aktyorlar doim shunaqa. Bitta gulga ko'rasiz, maza qilib bu guldan bir bahra olayotganingizda nariroqda undan ham chiroyli gul keladi. Keyingisi undan ham chiroyli. Har bittasidan bir alohida narsa olasiz. Agar u chinakam aktyor bo'lsa albatta. Lekin hozirgi kunda to'g'ri o'sha soxtalar ko'payib ketyapti. Baxtga qarshi asrlar kam qolyapti. Hozirgi kunda Sanjar Sa'dullayevni, Hoshim Arslonovni, Fathulla Mas'udovni davomchilari bormi? Bu savol ham saqal men yomon savol demayman. Bu savolga aniqroq javob berishga harakat qilaman. Sanjar Sa'dullayevni ham Sanjar Sa'dullayev, Hoshim Arslonovlarga ham o'sha paytda shunaqa savollar bo'lganda, Hamza Umarov, To'lqin Tojiyevdan keyin dublyaj aktyorlari bormi degan savollar bo'lganda, bunaqa savollar doim bo'ladi. Undan ko'ra sizlar hozirgi bor aktyorlarni qadriga yetinglar. O'tganlarimizni Alloh hurmat qilsin. Sanjar Sa'dullayev o'rnini hech kim bosa olmaydi. Hech kim Sanjar Sa'dullayev, Fathulla Mas'udov, Hoshim Arslonov bo'la olmaydi. Lekin har bittasi o'zini o'rnida bo'ladi. Nima deydi? O'sha hozirgi aktyorlarimiz Boyir Xolmirzayev, o'sha Boyir Xolmirzayev. Muhammadjon Xo'jayev, o'sha Muhammadjon Xo'jayev. Elbek Mirzohidov, o'sha Elbek Mirzohidov. O'sha Faxriddin Shamsimatov, Faxriddin Shamsimatov. Shuning uchun har bitta aktyorimizning o'rni bor. O'sha aktyorlarimizni qadriga yetishimiz kerak. Yana aytaman, Hoshim akamni, Sanjar akamni, Fathulla akamni o'rnini hech kim bosa olmaydi. Va Faxriddin akamni ham, Elbekni ham, Muhammadjon akani ham va boshqa hozirgi kundagi faol ishlayotgan aktyorlarimizni ham o'rnini hech kim bosa olmaydi. Chunki har bitta aktyorning o'zini o'rni bor. Assalomu alaykum, Sopranolar oilasi serialini ham tarjima qilinglar oldindan, rahmat. Men bitta o'sha aytayotgan seriallarni ko'raman-da, agar qadriyatlarimizga to'g'ri kelsa, albatta qilamiz, nimaga yo'q. Faqat bizani o'zi bilasizlar, o'zimizning prinsiplarimiz bor. O'sha prinsiplarimizga to'g'ri kelmay qolsa, uni qilmaymiz baribir. Ustozlarni eslab ko'rsatuv yoki podkast qilish reja bormi? Bor, shunaqa bor. Xudo xolasa o'sha dublyajda eslaymiz degan loyiha qilyapman. Balki uni agar nasib qilsa, balki kelisha olsak, televideniyada qilish niyatim bor. Bo'lmasa shu o'zimizni yana jondan aziz YouTube kanalimizda qo'yamiz, Xudo xolasa. Va botimizda endi bundan buyog'iga o'sha bizning TV bot kanalimizda Xudo xolasa ko'rishinglar mumkin. Pastda linkimiz bor, shu anaqamizni. Mana bizning TV rasmiy botga o'tsanglar, Xudo xolasa a'zo bo'lib. Dildora Bekjonova dublyaj aktrisamizni ijodini qanday baholaysiz? Podkastda chaqirishga arziydimi? Ya, Dildora zo'r aktrisa. Endi podkastga hozir nasib qilsa chaqiramiz, lekin avval kattalardan aytayman, kattalarda bor, hozir bizda ro'yxat bor. O'sha ro'yxatdan kim atkaz bersa, keyin sekin pastga tushyapmiz. Orada hali atkaz bermasdan rozilik bergan ustozlarimiz bor. Endi o'zingizlarga ma'lum edi, har doim qilolmayotgandik, chunki baribir o'sha iqtisodiy tarafga borib taqalyotdi bu ishlar. Nasib qilsa,
endi sekin xudo xolasa qilamiz buni ham. Dildoralarni ham chaqiramiz. Endi agar Dildora xonam katta Dildora opasiga o'xshab, Dildora Rustamovaga o'xshab atkazib bermasalar chaqiramiz. Endi biz chaqiraveramiz. Bizani bag'rimiz keng, lekin aktyorlarimiz negadir biza bilan o'ynagisi kelmayapti. Assalomu alaykum. Nega saviyasiz, axloqsiz o'zbek seriallarga qarshi chora ko'rilmayapti deb o'ylaysiz? Shu mavzuda munosabatingiz. Men ham shunga hayronman to'g'risi. Buni sababini ham tushunmayapman. O'sha endi bitta sababi ham borda, baribir buni tomoshabinlardan ham ayb qidirish kerak. To'g'ri tushuninglar. Agar tomoshabin ko'rmasa, hozir reyting degan narsa borda. Ilgari bunaqa reyting degan narsa bo'lmagan. Odamlarga bunday, mana bu kanalda ketdi desa bo'ldi. Hozir har bitta kanalda o'zini reytingi bor va umumiy reyting belgilanadigan monitoringlar bor. Ana shu monitoringlarda mana bu serial manmuncha reyting oldi, paloncha odam ko'rdi deydi. Shundan xulosa qilinglarki, birinchi o'rinda tomoshabinni ayblayman. Garchi men gapimdan xafa bo'lishsa ham, agar tomoshabin ko'rmasa, ya'ni talab bo'lmasa, hech narsa bo'lmaydi. Talab qilyaptiki, shuni qilyapti. O'sha talabni cheklash kerak. Odam zotni o'zini tortsa, o'shanda natija bo'ladi. Endi keyin bizni aytayotgan yaxshi seriallarni, bir axloqiy seriallarni qo'yishga o'sha kanallar ham keyin bir ruxsat beradi. Hozir ularga ham qiziq emas, ularga pul bo'lsa bo'ldi kanallarga. Hamma kanalga ham pul uchun ishlaydi, to'g'risi ochig'i. Shuning uchun ularga qaysi bir reyting beradigan, yaxshi reklamodatelь olib keladigan serial bo'lsa bo'ldi, ularga farqi yo'q. O'ta aybdor tomoshabin. Ishoninglar, bu sohada aybdor tomoshabin. Tomoshabin ko'rmasa, ana shundan keyin yaxshi narsalar yuzaga chiqadi. Hozir yaxshi narsalar yuzaga chiqmayotganining sababi o'sha tomoshabin bemaza narsalarni ko'rayotgani. Mana oddiy misol keltiraman. Bilasizlar, bir bo'lib turadi-yu, bozorda shakar yo'q ekan desa, odamlar bir-birini urib, sindirib, yedirib bo'lsa ham, haligi bir qop shakar olib oladi-da. Ertasiga keyin bo'ldi, shakar hamma joyda bor ekansa, bo'ldi, it ham qaramaydi u shakarga. Tomoshabin ham shunaqa-da. O'sha nima olayotganiga qarab turib muomala qilsa, keyin yaxshi chiqadi. Lekin men boshqa chorani bilmayman. Agar sizlarda yaxshi fikr bo'lsa, men ham o'sha fikrni olardim. Lekin men shaxsiy fikrim shunaqa. Tomoshabin ko'rmay qo'ysagina, keyin o'shanaqa tutruqsiz, bemaza, nima deydi, fahshga boy seriallar qilinmasdi. Dublyajda soxtalar ko'payib ketyapti. Bularga dam beradigan tashkilot bormi? Yo'q. Bu yerda ham shu tomoshabin aybdor. Tomoshabin o'zi yaxshi narsani ko'rsa bor. Bozorda faqat o'sha soxtalardan iborat emas-ku. Mana biz ham endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz qilayotgan ishlarni kuzatinglar, qo'llab-quvvatlanglar. O'shanda soxtalarga ehtiyoj qolmaydi. Lekin hozir biz haligi bir jonimiz jabborga berib bir narsa qilishga harakat qilyapmiz. Biz prosmotrlarimiz 1000 ta odamga ham yetmayapti, lekin ularniki millionta bo'lib ketyapti-da. Shundan o'zingizga xulosa qilsanglar bo'ladi. Soxtalarni boshqacha yo'q qilishi iloji yo'q. Faqat tomoshabin hal qiladi. O'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi, ishoninglar. Agar odamlar shularni ko'rmasa, o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketib, sifatli narsani ko'rishga harakat qilinsa, ular ham, men deyotganim, o'sha ijodkor bolalarga, hali yosh yigitlarimiz bor. Men ularni umuman dublyaj qilmasin demoqchi emasman. Men doim aytib keladigan gapim bor. Mana oriylarda doim meni kuzatadiganlar ko'p. Ular maktab ko'rsin. Ras shu sohaga qiziqadimi, shu sohani egallamoqchimi? Professionallardan, bizga o'xshagan odamlardan kelib maktabimizni olsin. Ana undan keyin sekin-sekin bizning davomchilarimiz bo'lib chiqishadi. Va yana har doim aytaman, hozirgi kunda 1000 ta kino bor. 1000 ta kinoni men yana 4 ta professional studiya qila olmaydi u. Unga baribir ko'pchilik kerak. Lekin u ko'pchilik sifatli bo'lish kerak. O'shanda bizning davomchilarimiz bo'ladi. Bo'lmasa, afsuski, o'sha siz aytgan bora-bora sun'iy intellektga o'tib ketadi bu soha ham. Yaxshimisiz ustoz? Alhamdulillah. O'zingiz qanaqasiz? Tinchmisiz? Jannat 2 filmida nega Mukambar Rahimova ovoz bermadilar? Kinodagi bosh rol o'ynagan aktyordan so'rashganda o'zbek dublyajı menga eng yoqqani degandi. To'g'risi men bu filmni ko'rmadim, ikkisini. Agar o'tda Mukambar Rahimova
obrazlari chiqmagan bo'lmasa, demak o'ynamaganlar-da, ovoz bermaganlar to'g'riroq. Obrazlari bormidi, o'sha ayol chiqqanmidi, chiqmaganmidi? Chiqmagan bo'lmasa o'ynamanglar, u to'g'ri qilinadi. Chunki o'sha sinxron dublyajni nima deydi, qoidasi shunaqa. Siz bitta aktyorga ovoz berdingizmi, bo'ldi, ikkinchi uni davomida agar sizni personajingiz bo'lmasa, ovoz berishga haqqingiz yo'q. O'zbek dublyajhiga gap bo'lishi mumkin emas. Juda zo'r, juda go'zal qahramonlarga ovozlaring. Shu hammasi professional. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat e'tibor uchun. Dublyaj bilan sinxron dublyajni farqi nimada? Dublyaj degani o'zi umuman o'sha sinxronni dublyaj deymiz-da. Qolgani pol sinxron deymiz, ya'ni yarim 50-50 deydi-ku, 50% ovoz chiqib turadi. Farqi shundaki, birinchidan dublyajda, professional dublyajda har bitta mana shu og'iz harakatiga har bitta harakatimiz A ga A tushishi kerak, B ga B tushishi kerak. Lablashtirish deydi, lepsing deydi-ku, shunaqa narsa bor. O'shanga qattiq amal qilinadi. Bu birinchi tarafi. Ikkinchi tarafi, aktyorlarning ijrosi mukammal bo'lishi kerak va uchinchisi, har bitta aktyorga, har bitta personajga bittadan aktyor ishlash kerak. Ya'ni 4 ta aktyor butun kinoga ovoz bermaydi. 50 ta aktyor bo'lsa, 50 ta odam ishtirok etadi. Mana buni professional dublyaj deyiladi. Nega o'zbek dublyajhi eng oxirgi o'rinda turadi mablag'ga kelganda? Men ham shunga hayron qolaman-da. Chunki o'zi dublyaj eng oxirida qilinadigan narsa-da. Shu oxirga kelganda, masalan, imorat qursangiz ham bilasizmi, oxirida pul yetmay qoladi-ku. Bizda ham xuddi shunaqa-da. Oxirga kelganda pul qolmaydi odamlarda. Ishoninglar, agar mana hozir anaqalarni ochdik-ku, botlarimizni ochdik, sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, obunachilarimiz ko'payib ketsa, ishoninglar, 1 yil 2 yil ichida ancha-muncha o'sish bo'ladi. Lekin 2 kunda o'samiz deya olmayman, chunki o'zimiz ham ancha zanglab qo'yamiz. Bu sekin-sekin olib chiqamiz, xudo xolasa. Lekin 2 yil 3 yil ichida o'sha iqtisodiy taraflarimiz oyoqqa turib olsa, ko'rasizlar haqiqiy ijodda. Oxirgi podkastni ko'rdim. Muhammadjon Xo'jayev bilan ajoyib suhbat bo'libdi. Rahmat sizga, Anvar akaga. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Demak, obuna bo'libsiz-ya, a? Bu ishingiz yaxshi bo'libdi deydi. Sizlardan boshqa qiladigan odam yo'qmi? Podkastlarni homiy nega yo'q? Shu yo'q-de, homiy yo'q. Homiy yo'q. Homiy mana endi xudo xolasa men bu to'g'risini aytamiz, ochiqni aytamiz. Mana shu bot kanalimiz yurib tursa, bizga o'z homiyni ham keragi yo'q endi. To'g'risi o'shanda aytganman-ku, endi agar endi qo'shilgan bo'lsangiz, o'zi men homiylikka ham ishqibozchilik joyim qolmadi. Men o'shanda ham aytganman, xalqimiz o'zi bizani bemalol olib chiqib oladi deganman. Hozir mana shu botimizga, ya'ni bizning TV rasmiy botga obuna bo'lsangiz, sizga o'xshagan obunachilarning soni ko'paysa, bizga hech qanaqa homiy kerak emas. O'zimiz sekin-sekin o'sha nasib qilsa bir haftada bir marta yangi sonni qilib turamiz. Obuna bo'linglar, obunachilarni taklif qilinglar bizning kanallarimizga. O'shanda hech qanaqa endi o'zimiz reklama qilishimiz mumkin, boshqa hech kimni qilmaymiz. Telekanallarda oldingidek faiz qolmadi, afsuski. Bu gapingizga 500% qo'shilaman, hattoki 1000%. Hamma soxta bo'lib ketdi-da, soxta bo'lib ketdi. Hamma o'ynayotgani ham, kulayotgani ham hammasi soxta kuladi-da. Soxtakorlar ko'payib ketdi. Oldin paxtakorlar ko'paygan edi, endi soxtakorlar ko'paydi. Nega dublyaj aktyorlari takliflarni rad etishadi? Buni javobini bilganimda to'shni sizga aytardim. Vaqtlari yo'qmi yoki boshqa sabab bormi? Muxlislar bilmaydigan. Endi u nima deydi? Sababini men ham bilmayman to'g'risi. Nima sababdan kelishmayapti? Shunchaki kelmaymiz deyishyapti, bo'ldi. Endi biz ham birovning ichini bilmaymiz-ku. Koreya seriallariga oldin e'tibor juda zo'r edi, lekin hozir dublyajı juda kamayib ketdi. Yo'q, bizga xudo xolasa mana shu botimizda yangi seriallarni boshlayapmiz. Yangi serial emas, birinchi badiiy filmlarni, o'sha koreys doramalarni qilishga harakat qilyapmiz, boshlaymiz.
Maktabingiz haqida ma'lumot bera olasizmi? To'lov va vaqti masalasi haqida. Qarang, biza hozir bu 6 oylik kurs edi, endi 6 oy emas, 8 oylik kurs qildik. Darslarimiz haftada 3 kun bo'ladi, 2 soatdan bo'ladi va dars vaqtlari 6 dan 8 gacha. To'lovsi oyiga 1,5 million so'mdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dublyaj kurslari yo'qmi? Dublyaj kursimiz bor. Hozir qo'shilgan bo'lsangiz, demak siz ham eshitdingiz. O'sha 8 oylik kursimiz bor. Hozir aynan o'sha yangi guruhga qabul ketyapti. 25-martdan o'qishimiz ochiladi, yangi guruhimiz. O'shanga qo'shilishingiz mumkin, lekin baribir undan oldin suhbatga kelishinglar kerak. Sizlar bilan ozgina savol-javob qilishimiz kerak. Dublyajda tortasizlarmi? O'zi qozonda nima bor? Suzishga arziydigan biror narsa chiqadimi yo'qmi, oldin bilishimiz kerak. Agar ozgina talant bo'lsa, keyin qolganini birgalikda hal qilamiz. Shuning uchun avval suhbatga kelishinglarga to'g'ri keladi. Sizlar tarjima qilgan seriallarni telekanallarga taklif qilganmisizlar? Chunki sizlar tarjima qilgan seriallar va Basmala TV tarjima qilgan seriallar haqida umuman tasavvurga ega emas juda ko'pchilik. Yo, endi bu bitta narsa borki, hozir hamma kanallarning o'zini shunaqa dublyaj studiyalari bor. Shuning uchun tashqaridan, ko'chadan hech kim hech narsa olmaydi. Keyin o'zimiz ham ularga bergimiz kelmaydi, chunki ularni talabi boshqacha umuman. O'ziga yarasha erkaligi bor. Keyin yana o'sha talab deganda ba'zan u aktyor ishlamasa, mana aktyor ishlasin deb bizani rejissyorligimizga burun suqib qo'yishadi, boshqa qilishadi. Shuning uchun iloji boricha o'zimiz yaqinlashmaslikka harakat qilamiz. Mening ismim Farruxjon, yoshim 10 da, dublyajga qiziqaman. Qanday maslahatlar berasiz yoshlar uchun? Farruxjon, men yaqinda o'sha bolalar guruhini ham ochyapman, Dublyaj Kids degan. Xabarlashib tursangiz, xudo xolasa sizni ham o'qishga qabul qilamiz. Dublyaj Kids. O'zi bir oldin suhbatga keling. Agar Toshkentda bo'lsangiz, ota-onangiz bilan bir kelsangiz, keyin shu yerda hammasini tushuntiramiz, yo'l yo'rg'i beramiz. Agar rostdan iqtidoringiz bo'lsa, unda o'sha guruhimizga olamiz. Dublyaj Kids degan guruhimiz bor, o'shanga olamiz. 2000-yillarda Rossiya kanallarida Milnaya opera seriallari rosa moda bo'lganda, o'shanda bitta aktyor 6 ta 7 ta geroyga ovoz berishgan, lekin xuddi 6 ta odam ovoz bergandek tuyulardi. Endi u paytlar fayzli davrlaydi. Endi xudo xolasa mana botimizga a'zo bo'lsanglar, u yerda o'sha qilayotgan ishlarimiz, o'zimizni qilgan ishlarimiz va qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz hammasi endi joylanadi. Hozir yuqorida aytdim, agar endi qo'shilgan bo'lsangiz, biz shu bizning TV rasmiy bot kanalini ochganmiz. Mana eng pastida shuni qo'yib qo'ydik. Shunga a'zo bo'lsanglar, xudo xolasa yangi ijodlarimizdan ham shu botda bahramand bo'lasizlar. 25-dan boshlab yangi ishlarni qo'yamiz Ramazon tugagandan keyin. Yaxshi tilagingiz uchun hammalarga rahmat. Mana unaqa gaplarni eshitgandan keyin odam ijod qilgisi keladi, xudo xolasa. Dublyajda shogirdingiz bormi? Ustozlaringizchi? Ustozlarim juda ko'p. Mana shu sohadagi har bitta inson, buni mubolag'asiz aytaman, qaysidir ma'noda ustozim. Nimagaki, har bittalaridan yo'l olishga harakat qilganmiz. Endi shogirdlar masalasida uni shogirdlarning o'zi gapirgani yaxshi mendan ko'ra. Bu sagal erish tuyuladi bizga shogirdlar haqida gapirish, lekin shogirdlarimiz bor. Podkast bomba chiqibdi, yana ko'proq qilinglar. Xudo xolasa, xudo xolasa. Ramazondan keyin yana boshlaymiz. Ketma-ket. Faqat o'sha ko'rsatuvimizga keladigan, rozi bo'ladigan aktyorlarni topsak, xudo xolasa davom ettiramiz. Ko'pchilik rad javobini berishyapti, nimaligini o'zimiz ham tushunmayapmiz. Men o'zim havaskor doromalarni ovozlashtiraman. Menxo TV nomli guruhim bor. Taklif qilsangiz suhbatga borar edim. Keling, albatta keling. Suhbatga keling. Hali alohida yozing, keyin sizga manzilimizni, o'sha suhbatimizni vaqt soatini yigitlarimiz tushuntirib olishadi. Keling, nimaga endi yo'q. O'sha sizlar kelsanglar xursand bo'lamiz. O'sha ishlar
qanchalik mukammal bo'lsa, biz xursandmiz. Aytayman, bu kasbni biz orqalab ketmaymiz. Kimgadir o'rgatishimiz kerak. Keyin qanchalik ko'p bo'lsa ham yaxshi. Faqat bitta nosi bor, sifatli bo'lsin. Bizning e'tirozimiz faqat shunga. Boshqa hech qanaqa e'tirozimiz yo'q. Sifatli bo'lsin, chunki dublyajning nomi bor-da o'rtoqlar. Dublyaj ustozlarimiz zo'r qilib ketishgan. Endi o'shanga yarasha biz ham harakat qilishimiz kerak-da. Okey, ishonaman, sizlarning ishinglar ham zo'r bo'lib ketadi. Hali aktyor va aktrisalar o'zlari kelishadi. Iltimos qilib. Qani iloyim, duo qilib turinglar. Dublyaj aktyori tomoshabin uchun ko'rinmas aktyor hisoblanadi. Sizningcha ovoz ortidagi aktyor nega doim soyada qoladi? Bilasizmi, buni men doim qayta aytaman. Mayli siz yangi qo'shilgan bo'lsangiz, sizga ham alohida aytaman. Boshqa yangi qo'shilganlarga ham bu ma'lumot o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Dublyaj aktyorni ko'rinmasligining sababi bizni odamlarning xotirasida o'sha ovoz berayotgan qahramonimiz, ya'ni personajimiz orqali qolishimiz kerak-da. O'zi dublyaj qoidasi shunaqa edi. Lekin hozirgi kunga kelib endi ko'ryapsizlar, endi hozir o'zimizni tanitmasak, bu sohada soxtalar ko'payib ketyapti. Shuning uchun majbur chiqyapmiz. Agar meni ko'pchilik biladigan bo'lsa, o'sha 27 yildan beri shu sohaning ichida yurgan bo'lsa, mana endi 3 yil, 4 yildan beri endi Instagramlarga qo'shildim. Bungacha o'sha oltin qoidaga biz ham amal qilganmiz. O'sha Sanjar akaga o'xshab, Inog'om Odilovlarga o'xshab, umuman ko'rmagan aktyorlar bor-da. Shunaqa aktyorlarimiz juda ko'p. Sizlar ularni umuman ko'rmagansizlar, lekin ovozini yaxshi bilasizlar. Qonun qoida shunaqa edi, dublyajning oltin qoidasi shunaqa edi, lekin afsuski hozir endi buni iloji yo'q. Hozir maydonga chiqmasak, biz o'rnimizni boshqalar egallashga harakat qilyapti. Boshqalar deganda o'sha haligi soxtalarni aytyapman. Lekin o'zimni gapimga qarshi emasman, faqat to'ldirmoqchimanki, bu bilan ularni yomon ko'raman emas. Yomon ko'raman qaysi ma'nodaki, professional ustozlardan dars olmagani uchun yomon ko'raman. Professionallardan dars olsin, maktab qursin, unda bemalol ishlasin. Ayta olmaysizmi, kimlarga ovoz bergansiz? Esla olmayapman. O'zim ham esimdan chiqib ketdi, kimlarga ovoz berganim. Sizchi meni ijodimdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana bizning TV rasmiy botimizga a'zo bo'lsangiz, xudo xolasa, yo o'sha botga a'zo bo'lsangiz, xudo xolasa, ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Uyda yolg'iz filmida Kevinga o'zimizdan Jahongir Saidov degan aktyor ovoz bergan ekanlar. O'shanda 13 yoshda bo'lgan ekanlar. Nega hozirgi kunda yosh dublyaj aktyorlari chiqmayapti? Ya endi aktyorlarimiz bor, nimaga? Mana hozir meni shunaqa 13 yoshli, 12 yoshli zo'r shogird bolachalarimiz bor. Shunaqa guruhlarimiz bor, lekin ularni o'sha nimaga u paytda o'sha Jahongirlar ishlagan, u sinxron bo'lgani uchun biz ham hozirgi kunda sinxron ishlarga chaqiramiz. 4 talik ovozda vaqtimiz kam bo'ladi, uni darrov qilish kerak bo'lgani uchun o'sha ayniqsa ayollarimiz bilan tezroq chiqib ketamiz. Shuning uchun vaqtimiz bemalol bo'lsa, bolalar bilan ishlashimiz mumkin. Bizani o'zimizda ham o'sha ijodlarimizni kuzatishingiz mumkin. O'sha taksi filmlarda ham o'sha yosh shogirdlarimizni ishlatganmiz. Keyin o'sha nimadan Nussa va Rarami, Nussa degan multfilmda ham faqat yosh shogirdlarimdan foydalanganman. Hammasida yosh shogirdlarimiz ishlagan. O'ziga aloqador joyi bo'lsa, bolalarimiz hali ham ishlashadi. Men ham dublyaj aktyori bo'lmoqchiman, ustoz san'atkorlarga o'xshab. Nima qilishim kerak? Dublyaj maktabimizda o'qishingizga to'g'ri keladi buning uchun. Keling, studiyamizga keling, kurslarimizga qatnashing. Maktab ko'ring. Farhod degan shogirdingiz bo'lardi. Nega yo'q bo'lib ketdi u bola? Farhod o'zi g'ir dangasaroq bo'ladi. Agar hozir eshitib turgan bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Qip-qizil dangasa. Qayta chaqirdim o'zim, juda ko'p chaqirdim, kelmadi. Keyin to'g'risi meni ham hafsalam pir bo'ldi. Qayta chaqirdim, kelmadi. Endi u uzoqroqda turgani uchun hadib kelib ketishga qiynalaman deydi. Endi bilmayman, asosiy sababi shu bo'lsa kerak. Qayerda joylashgansizlar? Agar Toshkentda bo'lsangiz, yosh tomoshabinlar teatri bor, Abay ko'chasida.
shu lokatsiyaga ham yosh tomoshabinlar desangiz chiqib keladi. Juda bo'lmasa Abay Korzinka desangiz ham chiqib keladi. O'shani qarama-qarshisida joylashgan. Shu yoqqa kelib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Jahongir aka elga tanitgan dublyaj ishlari, quyidagi filmlar Go'ra Qoratoyir, Goblin taksi filmlar. To'g'rimi Jahongir aka? Shunaqa. Xo'p. Rahmat. Menimcha bo'lar bugunga ancha suhbat qildik sizlar bilan yaxshilar. Xudo xolasa yana tez kunlarda suhbatlashish nasib qilsin. Inshaalloh endi bu yog'iga ijod kuchaytiramiz. Shuning uchun bizning ijodlarimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'sha bizning TV rasmiy botimizga obuna bo'linglar. 2-qavatdamisizlar? Tomosha anaqani bilarkansiz unda. Yo, yana bitta qavat tepaga ko'tarilasiz, 3-qavatdamiz. Xo'p, endi bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyin bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin va bizni bot kanalimizga obuna bo'linglar va mana shu bot kanalimizda bizdan qanaqa filmlar kutyapsizlar, qanaqa filmlar ovozlashtirishimizni xohlayapsizlar, shular haqida ham o'zingizlar fikringizni yozsanglar, agar o'sha qadriyatlarimizga to'g'ri kelsa, hamma fikringizni inobatga olishga harakat qilamiz. Keyingi xudo xolisa suhbatlarda ko'rishguncha. Xayr.